Assalomu alaykum. Mana Mo'molobod sakasini tugatdik. Mana turli tunkadan yaltiroq glansivitdan qilingan. Devoltaga qara kanis quysiz akalar, mana bu qara kafil bilan travertini ajratib turadi, chiroyli chiqadi unasi. Blistni ham qarang. Blisti ham o'zi yarasha chotga. Mana ichkari holatlarimiz. Nejnigina, chiroyligina fason. Yaltirashlar ham chotga tunigamiz. 04 tunkadan ishlatilgan. Ichkari holatimiz.